Assalomu alaykum YouTube kanalim obunachilari, bo'lajak obunachilar va AI ixlosmandlari. Sizlarga Xudo xolasa bugun sun'iy intellekt yordamida YouTube obloshka va poster dizaynlarini yaratishni Xudo xolasa o'rgataman. Kanalimga agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni ham unutmang. Bundan tashqari Telegram kanalimga ham obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bu joyda ko'plab qiziqarli ma'lumotlar, promptlar berib boraman. Xo'p, demak biz asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, bugun biza ikki xil usulda, ya'ni sun'iy intellekt orqali dizayn qilishni, ya'ni asosiy qaratadigan fokusimiz YouTube obloshka yaratishni o'rganamiz. Demak, bunda hozir menda ko'rib chiqadigan ikki xil usulimiz bor. Mana bu men o'zim tomonidan ishlab chiqilgan prompt yordamida yasashga harakat qilamiz va shunchaki bitta ruchnoy formatda ham ko'rib chiqadigan usulimiz bor. Hozir hammasini birma-bir Xudo xolasa ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, o'rtoqlar, birinchi navbatda biza ruchnoy holatdagisini ko'rib chiqadigan bo'lsak, biza birinchi navbatda Pinterest saytiga kirib, o'zimizga yoqqan obloshkani tanlab olishimiz kerak. Buning uchun shunchaki YouTube thumbnail design deb yozsangiz, Pinterestga bir dunyo dizayn ko'rinishlari chiqib keladi. O'zingizga yoqqanini tanlab olasiz va shunga ko'ra ishlashingiz mumkin. Demak, hozir biza qanaqadir jozibadorini qidirishga harakat qilamiz. Misol uchun deylik, mana shu. Unchalik oddiy bo'lmagan, normalniy dizayndagi ko'rinish. Hop, buni print screen qilsangiz ham bo'ladi yoki сохранить qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Demak, hozir men rабочий stolga сохранить qildim. Demak, biz obloshkani sketchat qo'yganimizdan keyin ChatGPT yoki Gemini orqali undan prompt olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz o'zimizga qulay bo'lgan GPT ni tanlab olamiz. Men uchun hozir Gemini qulayroq, chunki unda meni obunam bor. Shuning uchun buni ishlataman. Atak umuman ahamiyati yo'q, qaysi birini ishlatishinglarni. Demak, biz stop hop sketchat qilgan obloshkamizni topib olamiz va bu yerda shunchaki o'zingizni tilingizda, shunchaki o'zbek tilida sodda shaklda yozsangiz bo'ladi. Bizning holatimizda menga mana shu obloshka yoki thumbnail deb yozsangiz ham bo'ladi. Obloshka uslubida ingliz tilida prompt yozib ber. Undagi asosiy rang ko'k, ko'k va oq aralashmasidagi gradient ko'rinishda bo'lsin. Va aytasizki, rangini hal qildik. Demak, undagi mana bu odamning o'rniga o'zingiz rasmingiz yoki qanaqadir boshqa shaxs rasmini ham qo'yishni aytishingiz mumkin. Misol uchun, faqat undagi asosiy fokusdagi deylik, asosiy fokusdagi shaxsning o'rniga men referensini yuklagan. Referens degani bu o'sha bu bergan hozir biz oladigan promptimiz orqali Nano Banana Pro orqali biz obloshkani generatsiya qilishga harakat qilamiz. Ana shu generatsiya qilishda biz o'zimizning rasmimizni yuklasak, ana shu narsa bu o'zimizning rasmimiz yoki umuman boshqa bir rasmni yuklasak, ana shu narsa referens hisoblanadi. Xo'p, men referensni yuklagan rasmdagi shaxsning ko'rinishi bo'lishi kerak. Demak, bizda keyingi asosiy narsa bu dizaynimizdagi yozuvlar. Yozuvlar bilsanglar asosiy va qo'shimcha. Bundan tashqari yana poster dizaynlarda call to action yozuvlari ham bo'ladi. Bizning holatimizda asosiy va qo'shimcha yozuvlar bor. Demak, biz promptimizni davomidan yozamizki, mana buni o'zi yozib qo'ygandim. Bundan tashqari undagi yozuvlar ham boshqacha bo'ladi. Ya'ni undagi asosiy yozuv sun'iy intellekt davri, misol uchun deylik, va qo'shimcha yozuv sifatida esa pastidan e'tibor bergan bo'lsanglar, bizning holatimizda hozir qo'shimcha yozuvlar shape, ya'ni shakllarning ichida yozilgan. Xohlasanglar shaklsiz ham yozdirishlar mumkin yoki shaklni ham aynan ko'rsatib o'tishlar mumkin. Hozir aytamiz. Va qo'shimcha sifatida esa pastidagi shakllar ichida yozilgan qo'shimcha yozuvlar o'rniga endi nima bo'ladi? Yozuvni ikki tomonga xuddi rasmdagidek tushuntirib yozishini promptda ko'rsatib aniq qilib
ko'rsatib deb promptni yozamiz. Demak, bizada asosiy obyekt hal qildik, yozuvlarni hal qildik, rangni hal qildik va mana bu qanaqadir effekt orqasidagi backgrounddagi manzarani ham aytishimiz mumkin yoki aytmasangiz ham bo'ladi agar o'zingizga ma'qul kelgan bo'lsa. Misol uchun hozir o'zgartiradigan bo'lsak, deylik, maksimal 100% o'zgartirishga harakat qilaylik. Shu uslubni saqlagan holatda. Xo'p, backgrounddagi manzarani esa misol uchun sun'iy intellekt mavzusiga oid va men aytgan asosiy matndagi mavzuga bog'lab maksimal mana shunaqa aniq detalni yozadigan bo'lsangiz, siz o'zingiz kutgan natijani tezroq olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, matndagi mavzuga bog'lab ko'rsatishini ham yoz. Xo'p, demak bizada detallarni hammasini tushuntirdik. Bundan tashqari, bu obloshkadagi bo'lmagan, o'zingiz xohlagan qanaqadir yana bir detallarni qo'shishingiz mumkin. Misol uchun bizning holatimizda nima qo'shsak bo'ladi yoki qo'shmasak ham bo'ladi, prinsipi. Xo'p, qo'shadigan bo'lsak va yana bulardan tashqari qo'shimcha mayda elementlar ham qo'shishini yoz. Ya'ni asosiy obyekt atrofida kichik shakldagi mayda robotlar shu kabi obyektlar uchib yurganini tasvirla. Xo'p, demak bizada deyarli promptimiz tayyor. Endi uni shunchaki yuborish bilan natijani kutamiz. Oxirgi paytlarda Gemini ko'p dovdiryapti. Mana shunaqangi prompt yozib beradigan zaprosingizga ham qanaqadir o'zidan o'zi rasmlar generatsiya qilib, videolar generatsiya qilib tashyapti. Hozir ko'ramiz qanaqa javob beradi bizga. Menimcha bu hozir ham dovdirashni boshladi. Agar mana shunaqangi dovdiradigan holat bo'ladigan bo'lsa, men hozir yana bitta fishkani ko'rsataman. Unda sizlar o'zingizlar xohlagan narsani olishingiz mumkin. Hozir ko'ramiz qanaqa natija olamiz. Bu o'zidan o'zi rasmni generatsiya qilib tashadi. Lekin bizga bu narsa kerak emas. Menga rasm generatsiya qilma. Senga ingliz tilida prompt yozib ber dedim. Faqat prompt taqdim et deb shu shaklda yana повторni zaпрос jo'natamiz. Xudo xolasa o'ylaymanki bu safar yaxshi bo'ladi. Umuman olganda bu ham yomon chiqmadi, lekin biz xohlagan narsa mana bu shaxs o'rniga o'zimizning rasmimizni qo'yish edi. Xo'p, mana fishkamiz ishladi. Endi buni Flow yoki istalgan nano bananasi bor platforma orqali obloshkamizni yasab olamiz. Xohlasanglar Gemini o'zidan ham ishlatsanglar bo'ladi. Mana rasm yaratish degan joyi bor mana shu prompt bilan. Lekin tavsiya etamanki Flow ishlatishni, chunki Gemini'da rasmni formatini tanlash imkoniyatingiz yo'q. Flow'da bo'lsa mana ko'rib turganingizdek mana bitta portret yoki landscape, ya'ni YouTube formatidagi razmerda belgilashingiz mumkin. Bizga aynan mana shu narsa kerak va nechta biz bittadan zapros jo'natishda nechta natija olishimizni ko'rsatamiz. 4 ta. Agar obunangiz bo'lsa, Gemini'da hech qanaqangi sizda ограничение bo'lmaydi. VIP 1 oy davomida bemalol ishlatishingiz mumkin. Demak, biz olgan promptimizni joyladik va mana bu joyda hozir o'zimizga kerakli bo'lgan referens, ya'ni o'zimizning rasmimizni yuklaymiz. Demak, mana rasmimizni tanladik. Endi hamma sozlamalarni ham qayta tekshirib olib, zaprosimizni jo'natishimiz mumkin. Rasm generatsiya qilish nanobanana 1 minutga ham bormaydi. Odatda 30 sekund, 20 sekundlarda hal qilib beradi. Katta ehtimol bilan Gemini'da olgan natijamizdan farqli ravishda ancha yaxshigina sifatda olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir ko'ramiz. Marhamat ortiqcha ko'rib turganinglarda aytganimdek, mana bu natijadan anchagina yaxshi shaklda oldik mana. Xuddi biz xohlagandek mana endi nima qo'shimcha so'zlarni ham ikki tomonga ajratgan holatda ajratib bergan va mana asosiy yozuv. Xullas, hammasi o'ylaymanki yaxshi chiqdi. Yana bitta e'tibor beradigan joyimiz esimdan chiqdi. Mana bu shaxsni tashqi ko'rinishini ham mana bu promptda aytishimiz kerak edi. Ya'ni shaxsni ko'rinishini mana bu joyda o'rniga men referensini yuklagan rasmdagi shaxsning ko'rinishi bo'lishi kerak. Va mana shu joyda qo'shimcha shaklda shaxsning to'liq ko'rinishi, kiyimi yoki qanaqadir soch turmagi farqi yo'q. Umuman barcha detallari xuddi referensdagidek bo'lsin yoki o'zingiz xohlagan qanaqadir kiyimni yoki ko'rinishni o'zingiz ta'riflab bemalol yozishingiz mumkin. Hozir men ortiqcha detalni tushuntirmaganim uchun mana bu referensdagi rasmdagi qiyofani yozib yuborgan mana bu joyda. Demak, umuman olganda qanaqa ishlash mohiyatini tushunib oldinglar degan umiddaman. Demak, biz ikkinchi usulni ko'rib o'tamiz. Telegram kanalimdagi joylab qo'ygan mana bu prompt asosida savol-javob qilish natijasida biz prompt olamiz va ana shu prompt yordamida dizaynni yaratishga harakat qilamiz. Biz istalgan GPT-ga mana shu promptni yuklab, agar Gemini ishlatadigan bo'lsangiz, Thinking modelini ishlatishni tavsiya etaman. Sababi yaxshiroq natija olishingiz mumkin. Xo'p, biz
promptni jo'natamiz va savol javob qilishni u boshlaydi. Demak, savollarga ketma-ket javob bergan holda siz oxirida o'zingizga kerakli bo'lgan natijani, ya'ni promptni olishingiz mumkin va ana shu prompt yordamida dizayn yaratiladi. Bizdan mavzuni so'rayapti. Shtobi natijani bir xil, ya'ni farqini sezishimiz uchun hozir xuddi shu mana shu poster yordamida yana dizayn qilishga harakat qilamiz. Ya'ni mana shu mavzu asosida. Hop, sun'iy intellekt davri mavzu, sun'iy intellekt davri haqida YouTube uchun thumbnail dizayni. Hop, mavzuni jo'natib yubordik. Endi ikkinchi savolni u berishni boshlaydi. Demak, bizdan ikkinchi savol so'rayapti. Referens sifatida o'zingiz rasmingizni yuklaysizmi yoki qanaqadir matn asosida shunchaki ixtiyoriy bo'lgan asosiy obyektni ko'rsatish yetarlimi deyapti. Biz aytamizki, olingan promptdan foydalanib, oxirida olingan o'zimning rasmimni referens sifatida ishlatishimni inobatga ol deymizda. Xohlasangiz bu yerda bunaqa demasdan shunchaki o'zingiz ixtiyoriy bitta obyekt yoki qanaqadir detalni tushuntirib o'zingiz yozishingiz mumkin. Agar o'zingiz rasmingiz aks etishini xohlasangiz, xuddi mana shu yozgan sifatda mana shu namuna kabi unga bildirib qo'yishingiz shart. Demak, biz referens asosida ishlaymiz va buni jo'natib yuboramiz. Demak, aytyaptiki, mana demak, siz yakuniy bosqichda o'z rasmingizni yuklaysiz va AI dizaynni ushbu rasm asosida uni kompozitsiyaga uyg'unlashtirgan holda yaratadi. Deyapti. Endi uchinchi savol, maqsadli auditoriya. Dizayn kimlarga yo'naltirilgan? Ya'ni bizning holatimizda sun'iy intellektga qiziquvchi, to'liq yozish ham shart emas, sun'iy intellektga qiziquvchilar desangizam bo'ladi. Mana demak, 18-25 yosh oralig'idagi sun'iy intellektga qiziquvchi auditoriya. Deyapti. Endi to'rtinchi savol, dizaynning vizual uslubi qanday bo'lishini xohlaysiz? Mana variantlar beryapti. Mana shu variantlar asosida o'zingiz tanlab olishingiz mumkin yoki agar o'zingizda qanaqadir variant bo'ladigan bo'lsa, shunchaki unga bildirib qo'yishingiz kifoya. Xo'p, biz variantlarni o'qib chiqamiz. Bizning holatimizda o'ylaymanki, mana shu kiberpunk futuristik uslub to'g'riroq keladi. Chunki bu futuristik uslub kelajakdagi o'sha bo'ladigan texnologiyani bir g'ayritabiiy ko'rinishlarini aks ettiradigan uslub hisoblanadi. Misol sifatida mana shuni olamiz. Demak, 5-savolga ham yetib keldik. Bu joyda aytyaptiki, bu dizayn uchun asosiy va qo'shimcha ranglarni qaysilarini afzal ko'rasiz deyapti. Bizning mavzuga mos va bundan oldingi ruchnoy yasalgan dizaynda ko'k oq rangini ishlatgandik. Aynan shu ranglarni solishtirish maqsadida yana xuddi shu ranglardan foydalanamiz. Ko'k va oq rang aralashmasi natijasida hosil bo'lgan gradient. Gradient degani ikkita rangi bir-biriga uyg'unlashishi gradient deyiladi. Agar bilmasanglar, ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Xo'p, agar xohlasangiz bitta rangga asosiy rang sifatida ishlashingiz mumkin yoki xuddi meni holatimdagi kabi bir va undan ortiq bo'lgan ranglarni bemalol ishlatish imkoniyatiga egasiz. Demak, biz ranglarni tanlab oldik. Demak, navbatdagi 6-savolga ham yetib keldik. 6-savolda aytyaptiki, aynan mana shu obyektda qaysi holatda, mana bu burchakdami, markazdami, qaysi joyda turishini xohlaysiz deyapti. Ana shuni biz xuddi mana shu referensdagi kabi tasvirlab, pastdan markazda turishi kerak deymiz va yorug'likka aytamizki, yorug'likka agar o'zingizda qanaqadir variant bo'ladigan bo'lsa, o'ngdan, tepadan yorug'lik bo'yicha qanaqadir mutaxassis bo'lsangiz, yorug'likka o'zingiz yo'naltirishingiz mumkin, qayerdan kelishini yoki buni umuman ko'rsatmasligingiz ham mumkin. Shunchaki agar kerak bo'ladigan bo'lsa, yorug'lik o'zing professional shaklda dizaynga moslab ko'rsat deymiz. Demak, bizda 7-savolga ham yetib keldik. 7-savolda aytyaptiki, YouTube thumbnail uchun eng muhim qismlardan biri bu matn deyapti. Matn, ya'ni mana asosiy matn va qo'shimcha matn, boya aytib o'tganimdek ruchnoy yasagan dizaynimizdagi xuddi o'sha gaplar. Asosiy matnda nima bo'lishi kerak, qo'shimcha matn nima bo'lishi kerak va uni dizaynni qayerda joylashishini ham so'rayapti. Biz asosiy matn deymiz. Sun'iy intellekt davri davomidan qo'shimcha matn asosiy obyektning ikki chetiga, xuddi boyagi ko'rinishda tasvirlovmi, ikki chetiga yoziladi. Hozir men xatolik bilan enter bosib yubordim. Demak, biz boshqatdan mana shu agar xatolik bilan bosib yuboradigan bo'lsangiz, mana bu joyda stop tugmasi chiqadi. Ana shu stop tugmasini bosib, zaprosni to'xtatishingiz, ya'ni отмена qilishingiz mumkin. Demak, hozir biz matnimizni kopirovat qilamiz va gapimizni davom ettiramiz. Ikki chetiga yoziladi, ya'ni deymiz, chap tomoniga qo'shtirnoq ichida yozamiz. Aniqroq bo'lishi uchun endi so'zi va o'ng tomoniga esa qo'shtirnoq ochib nima bo'ladi deb yozilishi kerak deymiz. Xo'p, demak, biz matnni qayerda joylashishi va uni nima deb yozilishlarini tushuntirdik. Mana bu asosiy matnni qayerda joylashishini aytmagan ekanmiz. Asosiy matn dizaynning asosiy obyekt pastki markazida deb tushuntiramiz. Xo'p, biz zaprosni jo'natib yuboramiz, ya'ni promptimizni jo'natib yuboramiz va javobini kutamiz. Demak, bizda 8-savol tipografiya uslubi, ya'ni o'sha
yozuvlarni qanaqangi shaklda dizaynda bo'lishini so'rayapti, ya'ni shriftini. Bizani holatimizda o'ylaymanki, mana shu misol qilib keltirgan variantidan foydalanib ko'ramiz. yoki agar o'zingizda qanaqadir ideyalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bu misollardan tashqari o'zingiz ixtiyoriy unga yozishingiz mumkin, hech qanaqangi cheklovlar yo'q. Demak, bizada 9-savolni so'rayapti, tomonlar nisbati. Ya'ni mana o'zi ham aytib turibdiki, YouTube uchun thumbnail standart 16:9 formatda bo'ladi. Xuddi shuni shunchaki copy-paste qilib jo'natib yuborsak bo'ladi. Xo'p, demak bizada hamma ma'lumotlarni yig'ib oldi. Endi mana bizga ingliz tilida mana ko'rib turganingizdek to'liq promptni taqdim etdi. Mana shu promptni endi biz copy-paste qilib, logo turib xuddi shu promptni yana joylaymiz va referensni yuklash esdan chiqmasin. Referensni o'zimizni xohlagan shaxsimizni yoki o'zimizni rasmimizni yuklash kerak bo'ladi. Demak, referensimiz yuklandi. E'tibor beringlar, referens yuklanganda aynan mana shu joyda rasm paydo bo'lishi kerak. Agar rasm paydo bo'lmaydigan bo'lsa, uni referensi hisobga olmay qolish ehtimoli bor. Demak, biz kolичество natijani nechta olishimizni belgilaymiz. Format landscape turadi, chunki mana shu YouTube format va qolgan joylari o'z holicha qoladi. Demak, zaprosimizni jo'natamiz va natijani hozir ko'ramiz va bundan oldingi ruchnoy shaklda yaratilgan mana bu thumbnail bilan solishtiramiz. Demak, bizda hozir ko'rib turganingizdek unchalik qoniqarli bo'lgan dizaynni olmadik. Nimaga desanglar, biz referensdagi shaxsni kiyimini, uni qanaqadir ko'rinishini konkret tushuntirmadik. Hozir men qo'shimcha ravishda promptga o'zgartirish kirittiramiz. Ana shundan keyin o'ylaymanki, yaxshiroq natija olamiz. Referensdagi shaxsni deymiz. Referensdagi shaxsni ko'rinishini faqatgina yuz qismini olsin. Kiyim uslubi mavzuga mos shaklda ko'rinishda bo'lishi kerak deb qo'shimcha ravishda biz mana shu olgan promptimizga o'zgartirish kiritish imkoniyatiga egamiz. Demak, biz yangilangan promptimizni olamiz va xuddi shu joyga yuklaymiz va mana bu joyda o'zimizga kerakli rasmni yuklab 4 ta belgilaymiz, landscape qilib o'zgartiramiz va yana повторdan jo'natamiz. Demak, o'rtoqlar, e'tibor beringlar. Bu yerda hozir referens yuklanmay qolgan. Boya aytib o'tganimdek, mana bu joyda hozir mana referens yuklangan. Mana bu joyda esa men загрузка bo'lishini kutmasdan yuborganim uchun istalgan randomniy shaxsni rasmini yuklab qo'ygan. Umuman olganda, dizayn jihatdan yaxshi chiqdi. Hozir endi referens sifatida hozir sinab ko'ramiz. Mana endi yuklandi. Demak, formatlarni tekshiramiz va jo'natamiz. Mana referensimiz yuklandi. Demak, o'rtoqlar, bizda natija tayyor. Kutilgandan o'ylaymanki, ancha yaxshi chiqdi. Boyagi birinchi yaratilgan mana bu dizayndan ko'ra bu ko'rinish anchagina yaxshi va sifatli chiqdi. Mana e'tibor beringlar. Xuddi bizga tushuntirgandek, yozuvlar joylashuvi o'z joyida. Mana bu effektlari, mana bu elementlar. Xullas o'ylaymanki, promptimiz juda ham yaxshi ishlab berdi. Har birini ko'rib chiqamiz. Xo'p, qanaqa chiqdi? O'ylaymanki, mana bu dizayn yanada yaxshiroq chiqqan. Sababi mana asosiy matn yaqqol ko'rinib turibdi. Mana bu yozuvlar ham joylashuv jihatdan yaxshi va orqadagi elementlar ham o'zaro bog'liqlik darajasida yuqoriroq. Umuman olganda juda ham har biri o'ziga yarasha bo'lgan ko'rinishda bo'ldi deb hisoblayman. Agar darsligim foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Agar qanaqadir joylariga tushunmagan bo'lsangiz, izohlarda bemalol savol berib so'rashingiz mumkin yoki qanaqadir yana qiziqtirgan mavzularingiz bo'lsa ham bemalol izohlarda yozib qoldirish imkoniyatiga egasiz. Mendan uzoqlashmanglar. Xudo xohlasa keyingi mavzularda ham, xudo xohlasa yanada qiziqarli mavzularda gaplashamiz degan umiddaman. Ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.